qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining Amerika tashqi ishlar ministrligi bilan izchil aloqa o'rnatib, qaytarqinib izdinishi, jafoliq tirishchilik ko'rsatishi natijasida tarixiy ahamiyatga ega harakat boshlatilib, Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tarafidan qonunsiz besilinganligini e'tirof qilishni o'z ichiga olgan bir qancha talab yozilgan iltimosni Amerika tashqi ishlar ministrligiga sunish qaror qilindi. Har qaysi Sharq Turkiston tashkilot rahbarlarining imzo qo'yish talab qilingan bu faoliyat 19 fevral kunigacha davomlashadigan bo'lib, Sharq Turkiston surgunda hukumatining ichki ishlar ministri Abdushukur Samsaq apandining bu vaqtdagi chaqiriqini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum. Aziz Sharq Turkistonlik vatandoshlar, suyumli qarindoshlar, oq ko'ngil xalqim. Men Abdushukur Samsaqdan hammanglarga duoyi va o'tliq salom. 8 fevral surgundagi Sharq Turkiston hukumatimizning tashqi ishlar ministri Solih Xudoyor apandim bir imzo murojaatnomasi e'lon qildi. İmza müracaatnomasining tafsiloti videolog va ushqil shaklda tafsili xalqimizga uqtirildi va bildirildi. İmzo qo'yish faqat tashkilot nomidan qo'yilgan bo'lib, muajirat qurilgan barliq tashkilotlarning ismining nima bo'lishidan qat'iy nazar hamma tashkilot rahbarlarining bosh tortib bo'lmaydigan imani, vicdani burcudur deb qarayman qarindoshlar. Chunki biz dunyoning qaysi davlatida, qaysi yerida tashkilot qurayli, yashayli, yiltizimiz bevosita vatanga bog'liqlik. Imzo qo'yishmo dal vatan uchun bo'lish sababli shaxsiyatimizni, shuhratimizni, hissiyotimizni, kibrimizni qayirib qo'yib, safarbarlikka kela oladiganligimizni dunyoda odatdan tashqari kuchga ega deb qaralayotgan ham dunyoning siyosatini belgilab kelayotgan Amerika davlatiga ma'u Sharq Turkistonliklarmi vatani manfaati uchun hamkorlasha oladi ekan, ittifoqlasha oladi ekan deganni bildiradigan vaqt payt yetib keldi qarindoshlar. Manfaat aziz vatanimizning manfaati. Muqaddas vatanimizning manfaati. Erki qirg'inchilikning zulmi ostida bo'lishiga zulm tortayotgan xalqimizning manfaati. Aziz qarindoshlar, vatan xalq manfaatiga to'g'ri kelganda barliq ziddiyatlarimizni qayrib qo'yishni qachongacha o'rganmaymiz. O'rganadigan payt yetib kelmadimi? Muajiratdagi barliq Sharq Turkiston tashkilot rahbarlari yurtimizga qo'limizni qo'yib turib, bu imzoni cho'qim qo'yayli. Bizga mushkul bo'lgan ishlar bir yo'chiqning ochilishi bilan osonlashib, vatanimiz, xalqimizning va muajiratdagi barliq musofir Sharq Turkistonliklarning taqdirini o'zgartirishi mumkin. Qarindoshlar, sal qarmayli. 9-yilda Dunyo Uyg'ur qurultayimi ommaviy taratqularda bir bayonot e'lon qildi. Bayonotida Sharq Turkistonning besilingan zemin ekanligini isbotlaydigan tadqiqotning natijasini 3-mayda e'lon qildi ekan. Muborak bo'lsin. Bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultayiga 3 savolim bor. 3 savol so'rg'im keldi. Birinchi savolim: Solih Xudoyor apandining murojaatnomasini qo'llashning o'rniga bayonotinglarni dal udullashning nima zaruriyati bor? İkinci sualım, bu bayonotingni bir hafta qolganda, ya'ni sizlar e'lon qilingan 3-mayga bir hafta qolganda e'lon qilsangmi vaqt yetishatdi-ku. 3 oy burun e'lon qilishining sababi nima? 3-chi sualim, bu material, tadqiqot materiali e'lon qilinsa, butun dunyo bizni besib zemin deb e'tirof qilarmi? Bu barliq Sharq Turkistonliklarning o'ylanib beqishga tegishli bir savol. Yana xayronlik bo'lgandek 2021-yili Amerika tunji bo'lib Sharq Turkistondagi xalqlarning erkiy qirg'inchilik uchrayotganligini Xitoy tarafidan
erkiy qirg'inchilikqa uchrayotganligini e'lon qilgan edi. Shundan keyin arqa-arqadan 9 davlat erkiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi ham shu mavqesida hozirgacha turib kelmoqda. Qarindoshlar, o'ylanib boqayli. Bu qatimqi imzo faoliyatimi mushuningdek bir ishqa sabab bo'lishi mumkin. Ota-bobolarimizdan qolgan nurg'un ot so'zlarimiz bor. Tömürni qizg'idi so'q deydi emasmi? Vaqtida ikkilanmay bu qatimliq imzoga qo'l qo'yayli. Biz Shvetsiyada mavjud tashkilotlar qo'l qo'yib bo'ldi, qo'l qo'ymaganlar bo'lsa qo'l qo'ydi deb qaraymiz. Oxirida barliq Sharq Turkiston tashkilot rahbarlariga vatan, millat manfaati kelganda shaxsiyatini qayirib qo'yib, jasurlik bilan haqiqatga qayta oladigan bir ruh tilayman. Oxirida bir eskartishni qistirib qo'yay. İmzo atgan vaqtida har qaysi tashkilotlarniki raisi yoki kotibiga o'xshash tashkilotniki muhim rahbarlari imzosi bo'ladi ekan. Ham imzo atgandan keyin shaxsiy amal adresini o'rniga shu tashkilotniki amal adresini qo'ysanglar bo'ladi ekan. Chunki bu imzo Amerika hukumat tarafidan tekshirildi. Yolg'on bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ham qalaymoqdan insonlar imzo qo'yib olsa, tugun bir fitnagim sabab bo'lishi mumkin. Keyin o imzo atgan shaxslar biz atmagan deb tanib olishi mumkin. Shunga ras tashkilot rahbarlariniki imzo etish shart qarindoshlar. Buning sal qarmayli. Chaqchaq qildigan ish emas. Rahmat. Hindi Tinch okean tarmoq komitetining raislik vazifasini o'tayotgan Amerika vakili Yon Kim 13 fevral kuni Amerika majlisida so'z qilib, Uyg'ur siyosiy qonunini qo'llashga chaqiriq qilgan. İki palata, iki partiyalik bu qonun loyihasi xalqaro jamiyatning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan tunishini o'stirib, Amerikani irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga yetaklaydigan ko'p taraflama va keng ko'lamli strategiyani barliqqa keltirdi ekan. Yon Kimning ijtimoiy axborot supsi X'dagi yo'llanmasida ma'lum bo'lishicha, 15 fevral kuni iki partiyalik Uyg'ur siyosiy qonuni majlisda ma'qullangan bo'lib, Yon Kim eng oxirgi nuqtagacha, ya'ni qonunning rasmiy yo'lga qo'yilib, Amerikaning Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishgacha kurash qilganligini va abadiy o'rlikning qo'g'dug'uchisi bo'ladiganligini aytgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati buningga inkas qaytarib, Amerika vakili Yon Kim va Amerika Tashqi ishlar ministrligining Uyg'ur masalasi uchun alayda moslashtiruvchi bekitishni talab qilgan Uyg'ur siyosiy qonunining Amerika majlisida ma'qullanganligiga rahmat aytamiz. Majlisning Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish qarori ma'qullab, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning tub yiltizini hal qilishga chaqiriq qilamiz dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandimi buningga javoban minnatdorligini bildirdi va Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilinganligini, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning sirtqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tunishga munosabatli qarorni qo'llashingizni umid qiladi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi Amerika parlamentidan ikki partiyalik import bexatarlik va odillik qonunini ma'qullashni talab qilgan. Breitbart xabar to'rining 15 fevral kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy elektronlik savdo shirkati Temu mushabda oxirida Amerika iste'molchilarini nishon qilgan necha 10 million dollar sarf qilgan darajadan tashqari qacha e'loni faoliyatini yo'lga qo'ygan. Pul muomala muxbirlari bu hafta oxirida darajadan tashqari qacha e'lonining mo'ljal qiymati 7 million dollar deb mo'ljallagan. Xitoy elektronlik savdo magnati Pinduoduo'ning ana shirkati bo'lgan Temu oila buyumlari, kiyim-kechak va boshqa mahsulotlarni e'tibor bahada sotadi ekan. 6-oydagi parlament tekshirishidan ayon bo'lishicha, bu mahsulotlarning majburiy emgakdan yasalmaganligiga doir isbot yo'q ekan. Bu shirkatning tuyuqsiz Amerikaga kengayib, Amerikaning asosli parcha sotuvchilar bilan raqobatlashish iqtidori fuqarolar huquqiy tashkilotlari va parlament a'zolarini andishaga solgan. Ba'zilari Oqsaroyning majburiy emgakdan ishlangan mollarning oldini olishda amaliy harakat qo'llanganligini ayblagan. Yana ba'zilar bo'lsa, davlat bexatarlik ministrligini Temoga o'xshash qul emgakini qo'llagan shirkatlarning qora tizimlikka kirgizmaganligi uchun tanqid qilgan.
2022 yılı 6. aydan itibaren güçkə ega bo'lgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni majburiy emgakka chetishliq bo'lgan shirkatlarning Sharqi Turkistonda ishlangan mollarining Amerikaga kirgizilishini cheklaydigan bo'lib, qimmati $800 ustidagi mollarga uyg'un keladi ekan. Temaga o'xshash shirkatlar bu qonunning cheklamasiga uchramaydi ekan. Qonun loyihasini sungan Kengash palata a'zosi Marko Rubio Breitbart xabarlariga Amerika hukumatining kuchlik oldini olish tadbirlarini yo'lga qo'yib, Amerikaga kirgizilgan Uyg'ur majburiy emgakidan ishlangan mollarga zarba berish, Xitoy importidagi bu yuchuqni to'liq etish uchun parlamentning 2 partiyalik import bexatarlik va odillik qonunini ma'qullashdan iborat 2 ishni qilish kerakligini aytgan. Bexatarlik va odillik qonuni qimmati $800 ustidagi mollarning majburiy emgakdan ishlanganligini tekshirish qoidasining sirtida qolgan mollarning majburiy emgakdan ishlanganligini tekshirishni o'z ichiga oladi ekan. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi seshanba kuni Breitbart xabarlariga import bexatarlik va odillik qonuni qatorli qonunlarning Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishiga taqobil turishda intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini, Sharqi Turkiston surgundi hukumatining import bexatarlik va odillik qonunini to'liq qo'llaydiganligini, bu qonunning Temo, Shein qatorli Xitoy shirkatlari foydalangan yutuqlarni etishni maqsad qiladiganligini, majburiy emgakka qarshi turish va Xitoyning ishg'oliyat ostidagi Sharqi Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini surishti qilishda intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini, parlamentning bu qonun loyihasini tezdan ma'qullab, ojiz ommani qo'g'dash va kishilik huquqqa hurmat qilish prinsipida ching turishni talab qiladiganligini aytgan. Yaqında Amerika Davlat Majlisiga sunmoqchi bo'lgan Sharqi Turkistonni ishg'ol ostidagi davlat deb e'tirof qilishni talab qilgan imzo harakatiga qarshi olib berilayotgan razil sistemli hujumlarning orqasida qaysi kuchlar bor? Aniqki, ular Xitoy va uning cho'moqchilaridir. Sharqi Turkistonliklar va hatto G'arb istihborot mutaxassislarini o'z ichiga olgan nurg'ulg'an kishilar yanada Xitoy hukumatining 1996-yildagi 7-numurliq maxfiy hujjatini yaxshi bilmaydi. Bu hujjatda Sharqi Turkistonning mustaqilligining oldini olish maqsad qilingan 10 modda o'ttirg'a qo'yilgan. Xitoyning davlat mudofaa strategiyasi Sharqi Turkistonning mustaqilligining oldini olishni o'zlarining 4 cho'ng davlat mudofaa nishonining biri sifatida aniq ko'rsatib bergan. 1996-yildagi Xitoyning 7-numurliq maxfiy hujjatining 8-moddasidagi buyruqda chegara sirtidagi milliy bo'lginchilik faoliyatlariga kelsak, barliq zarur dialog va kurashni qanot yaydirish, chegara sirtidagi tekshirish va o'rganishni kuchaytirish, barliq munosabatlik yuzlanishlarga oid uchurlarni yig'ish, bo'libmi sirtdagi bo'lginchi kuchlarning atalmish Sharqi Turkiston masalasini xalqaralashtirishining oldini olish uchun hushyor bo'lish, zarur bo'lgan barliq amallarni ishlatish, sirtqi bo'lginchi kuchlarni bo'lish, ularning ko'pinchisini yengib o'zimizga tortish, qolgan osondagi kishilarni yiroqlashtirish va ularga zarba berish, Xitoy va Xitoy ko'chmanlar markazlik o'ltiraqlashgan chet eldagi shahar rayonlarda markaziy bazalarni qurish, ko'p xil tashviqot vositalarini taraqqiy qildirish, keng ko'lamda va cho'nqur do'stlik munosabat o'rnatish, shundaqla bo'lginchilik faoliyatlarini eng yuqori chekda cheklash deyilgan. Bu Xitoyning ezilgan Sharqi Turkiston xalqining mustaqillik ovozini bostirishni maqsad qilgan tajovuzchilik va aldamchilik taktikasining aniq plani. Xitoyning to'xtamay bostirish va qo'rqitish harakatiga qarshi turadigan payt keldi. Hozir Sharqi Turkiston xalqining erkinligi va mustaqilligi uchun qilayotgan haqliq va to'g'ri da'voni qo'llaydigan eng muhim payt. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.